Qaynonam mendan erimni qizg'anib, hatto folbinga ham boradilar deb gap boshladilar bir obunachim. 19 yoshimda turmushga chiqdim va 5 oygina yashadim. Shu 5 oy ichida esa 5 minut ham tinch yashamadim. Erim bilan munosabatlarimiz juda yaxshi edi. Bir-birimizga mehr-muhabbatli edik. Lekin buni qaynonam ko'ra olmadi. O'g'lini mendan rashk qila boshladi. Erim ishdan kelishiga har kuni har xil janjallar to'qib chiqarar edi. Oramizga sovuqchilik tushirish uchun folbinga borib, har xil narsalarni uyda tutatar edi. Xullas, erim mendan va uydan soviy boshladi. Erta ketib, kech keladigan odat chiqardi. Shu paytgacha onasini, opa-singlisini har xil qiliqlariga erim uchun chidadim. Toki erimning xiyonatidan xabar topgunimcha. Erimning xiyonatini bilganimdan so'ng o'sha uyda yana bir hafta yashadim. Nima qilishni bilmay qolgan edim. Uyimga ketishni or bildim. Qolishni esa hech qanday iloji yo'q edi. Ayol kishi oilada boriga ham, yo'g'iga ham chidab yashab kelar ekan, lekin xiyonatga emas. Va men ham chidashni emas, yashashni tanladim va jimgina uydan ketdim. Oradan 2 kun o'tib, qaynonam mahallamiz faollari bilan uyimizga janjal to'polon qilib keldi. Ajrashtiraman, sen bilan o'g'limni yashatmayman, sen tug'massan, tug'maysan hech qachon deb menga tuhmat qilib ketdi. Aslida esa bizning ham xonamiz karvonsaroy edi. Bemalol yotolmasdik, o'g'lini shamollashi bor edi. Shuning hisobiga ham homilador bo'la olmaganman. Mana oradan 10 oy o'tdi. Hozir qizlik uyimdaman. Hali hamon uyga suvchilar kelyapti. Lekin turmush qurishdan bezillab qolganman deb gaplarini tugatdilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu ayol ajrashib to'g'ri qilganmi?